Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchi YouTube ishqibozlari. Biz xudo xolasa Toshkent viloyati Qibray tumani O'nqo'rg'on MFI, ya'ni Ali Baraka zavodini savdo majmuasida turibmiz. Bu yerda issiqxona yo'nalishida shug'ullanadigan dehqon akalarimizga eng birinchi qo'llar bilan kelgan, ya'ni chet eldan kelgan yoki o'zimizda ishlab chiqarilayotgan, ya'ni Ali Baraka brendi ostida chiqarilayotgan zajimlar, kapilni shlanglar haqida ham ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Video davomida chiqqan nomerlar mana shu kompaniyani dillerlari hamda mana shu savdo bo'limining rahbarlarining nomerlarini qo'yib boramiz. Bemalol aloqaga chiqib hamkorlikda ishlayman deydigan do'kon egalari hamda dehqonchilik qilib turgan fermer xo'jalik egalarini ham hamkorlikka chaqirib qolishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda mana ko'rib turgan joyimizdan imkon qadar narx-navolari va bu haqda to'liq ma'lumotlarni mutaxassis yordamida birgalikda suhbatlashib, sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videodan yiroqlashmaymiz. Layklarni bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Aziz obunachilar, bu yerda ko'rib turganimizdek katta ventilyatorlarimiz bu o'sha katta issiqxonalarimizni sovutish tizimini yo'lga qo'yadigan mahsulotlarimizdan. Eng muhimi bu yerdan oqtarib topolmay turgan narsalaringizni ham kelib shu yerda o'zida topish imkoni bor ekan. Hozir mana shu Ali Baraka savdo markazini sotuv bo'limi rahbari Abdumali akamiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamasdan. Rahmat, xudo shukr. Mana anchadan beri ko'p mana shunaqangi narsalarni ko'rsatamiz u aniq tiniq joyini obunachilarimizga ayta olmay turdim. Mana bugun xudo xolasa nasib ekan siz bilan suhbatlashib, bularni imkon qadar mana qayerdan olishimiz mumkin, narx-navolari qanaqa, bularni qo'llanish tartiblari qanday bo'lyapti, shular bilan suhbatlashsak ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, xush kelibsizlar. Ali Baraka savdo majmuasining ish boshqaruvchisi bo'laman, ya'ni o'sha rahbar emas, ish boshqaruvchisi bo'laman. Bu yerda Ali Barakada issiqxonaning barcha почти 0 dan 100% gacha bo'lgan mahsulotlari sotiladi. Ya'ni asosiy mahsulotlarimiz bizda nimalar? Zajim mahsulotlari Ali Baraka tomonidan ishlab chiqariladi. Issiqxonani ustiga yopish uchun plyonkalar, Koreya, Xitoy va shunga o'xshash plyonkalarimiz bor. Xo'p, uchinchisi tomchilab sug'orish tizimi. Ya'ni o'sha tomchilab sug'orish kapelning lentalari, magistral turbalari, aksessuarlari, o'sha tomchilab sug'orishi 0 dan 100% gacha mana shu yerda o'zidan bitib ketadi. Hamma aksessuarlari bor. Xo'p, keyingisi axlajeni o'zingiz aytib o'tganingizdek, Sovutish sistemasi. Sovutish tizimi hozirgi eng o'sha sezon payti keldi o'sha. Sovutish tizimida ham o'sha xohlagan razmerdagi ventilyatorlarimiz va gofri, xohlagan razmerdagi gofri mahsulotlarimiz bor. Qishlarda isitish tizimi, radiatorlarimiz bor. Xo'p, keyingisi soya setka, ya'ni quyoshdan saqlovchi soya setka asosiy mahsulotlarimiz va qolgan hamma mahsulotlarimiz o'sha yaqindagina olib keldik. Minvat mahsulotlarini va o'sha issiqxonaga bo'lgan o'sha zamonaviy mahsulotlarni olib bormoqchimiz. Tushunarli. Hozir endi bu yerda asosan ventilyator yonida turganligimiz uchun shular haqida qisqacha mazmunda suhbatlashsak-da, qolganini showroomga o'tib, shu yerdan gaplashsak. Bularning kilovatlari qanday? Ya'ni elektr energiya sarf xarajatlari. Elektr energiya bular 220 volt, 380 volt ham ishlaydi. Hozirgi ko'pchilik dehqon akalarimiz uydan issiqxona ochishgan, xabaringiz bor. U yo'lida 380 voltligi почти yo'q, imkoni bo'lmaydi. O'shalarni o'ylagan maqsadda ham 220 voltni ham olib keltirib qo'yamiz. Bular Xitoydan ishlab chiqariladi, ya'ni Xitoydan keladi. Shu yerda o'zida zborka bo'lib o'zimiz yig'amiz. Ya'ni даже bolt gaykalargacha hammasi Xitoydan keladi. Bularning o'lchamdagi razmerlari bor. Kichkinasi 50-50, 60-60, 80-80, 90-90, 1 metrga 1 metr, 120 ga 120 va eng kattasi 140 ventilyatorlarimiz bor. Asosiy bu ventilyatorlarimiz o'sha to'xxona, fermer xo'jaligi, ya'ni hozir ko'rasiz katta zavod skladlarda ham keng qo'llanadi va issiqxonani sovutish uchun ham keng qo'llanadi. Bu yerda gofri mahsulotlarini ozgina qisqacha tanishtirib ketsak. Albatta. Ko'pchiligi qiziq. Bu gofri mahsulotlarimiz 3 xil razmerlari bo'ladi. Bu gofri bitta o'zi ishlamaydi. Mana shu ventilyator bilan ishlaydi. Faqat ventilyatorga to'xtagan uchun men ventilyator haqida ma'lumot berdim. Bu gofri mahsulotlarimiz 3 xil razmerlari bo'ladi. Bo'yi 1,5, 1,82 metr bo'ladi. Bu o'sha tepasidan bilmaganlar uchun ozgina ma'lumot, bilganlar uchun yana qisqacha ma'lumot bo'ladi. Bu tepasidan suv tushadi. Suv tushgandan keyin mana shu gofrani o'zini masalan hozir basseynga tashlab yuborsak, bo'kib ham, ivib ham ketmaydi. Bu shunaqangi mahsulot. Bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti, Turkiya bilan sammesni asosida ishlab chiqarilyapti. Ancha yildan beri dehqonlarimiz bunga xizmat ko'rsatib kelyapti. Dehqonlarimiz ko'pchilik bizdan minnatdor. Buni o'sha 1,5 182 metrlik qalinligi, o'nligi ham bor va o'sha 1,5 metrlik
eni 15 santimetrli ham bor. Va bunga ketadigan karkazlari bor, tunikalari bo'ladi. Bu tunikalari ham biz o'zimiz yasab beramiz. Atrofiga. Atrofigida shu qo'rg'asiga to'g'ri yasab beramiz. Buni gofrani oldim, bo'ldi, bittaroni qo'ydim degani emas. Buni polni o'sha qo'rg'alari, tegiga ketadigan tunikalari, suv ketadigan joylari, bochkalari bo'ladi. Endi buni ko'p ishlari bo'ladi. Asosiy narsalari mana shu Ali Barakani o'zidan bitib ketaveradi. O'sha aytganimdek, tunikalarni ham o'sha tinkovka, zanglamaydigan materiallardan yasab beramiz. Albatta. Aziz obunachilar, bu yerda o'sha Abdumalik akamiz aytib o'tgandek, tepadan suv tushadi, to tagiga yetib borgungacha bo'lgan suvning haroratini mana bu ventilyatorimiz issiqxonani ichiga tortib beradi. Shuni hisobiga suvning haroratida issiqxonamizni sovutish imkoniyati bor. Bu yerda o'sha suv aylanadi, tagida latok, yana qaytadan aylanish imkoni bor. Bu yerda hech qanday suvning rasxodi rol o'ynamaydi. Xuddi shunday. Xo'p, bu yerda qolgan showroom do'konimiz bor. Bu yerda o'sha asosiy mahsulotlarimizni olib chiqib qo'yganmiz. Tak, bu yerdan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda tomchilab sug'orish lentalari, aksessuarlari, masalan, mana bu tomchilab sug'orish shlankalarimiz bor. Turkiyadan o'zimiz olib keltiramiz. Bularni asonoy gulchilar, atir gulchilar ishlatishadi. Bu kattaroq ekanda bularga nisbatan, menimcha. Yo'q, diametrlari bir xil. Mana bu yerdan o'zim ochib ko'rsatsak bo'ladi. Diametrlari bir xil, 16 diametrli. Qattiq materialdan ishlab chiqarilgan, ya'ni qalin materialdan ishlab chiqarilgan. O'sha buni ishlatgan odam ko'pchilik biladi, 4-5 yil davomida xizmat qiladi. Agar filtrlarni vaqtida tozalab tursa, daji 5 yildan oshiq o'sha uzoq vaqt ketadi. Nimaga men gulchil deb aytayapman? O'zingiz bilasiz, gulchilarda ko'p tikonli bo'ladi. Albatta. Fontan bo'lmasligi uchun bu lentalar shunaqa holat bo'ladiki, bular bir sezongacha mo'ljallangan. Bular mana ko'rganingizdek lentali. Lentali roloni 1000 metr bo'ladi. Bular yuqoriroq bo'lsa 400 metr. Bular qalinroq bo'ladi. Xo'p, bu kapling lentalarimizni yaqindagina o'zimiz olib keltirdik. Buni Xitoyda ishlab chiqarilgan rolonni 1000 metr bo'ladi. O'sha ko'pchiligimiz bizni har bitta mahsulot olib kelishimizdan oldin ko'p dehqonlar biz bilan maslahatlashamiz. Sizlarga effekt qanaqa bo'lyapti? Yana nima yengilliklar kiritaylik? Yana nima o'zingiz nima tavsiya berasiz degan bitta dehqonlarimiz bor. Ko'p mijozlarimiz bilan birgalikda ishlanadi. Fikr mulohaza o'zgargan holatda ana shu Xitoy kapligini biz olib keltirdik. Chuqur razmerlari bor. Teshigini oraliq masofasi 10, 15, 20 santimetr. Har xil turdagi razmerlardagilari bor. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, endi qarang, Abdumalik aka, hozir mana videoni boshladik. Narx-navoni aytmayapsan deydi-da menga, aniq bu. Bu yerda kommentariyada so'kinadigani ham bor, aytsang bo'lmaydimi deb. Har xil odamlar bor. Malades, narx aytmasa ham malades deydiganlari bor-da. Shuning uchun imkon qadar narx-navolariga ham to'xtalib o'tsak. Xo'p, narx-navolar deganingizga, misol uchun bugun 15-mart 2025-yil bizda narx-navolari o'zgarib turadi, chunki biz o'sha Xitoydan olib kelayotganimiz, Turkiyadan olib kelayotganimiz bir xillarda o'zingiz bilasiz, yo'llar xarajatlari o'zgarishi mumkin. O'shani hisobiga ozgina razniца bo'lib qolishi mumkin. Nu hozirgi paytda narx-navolarimiz 400 metrli Turkiyada ishlab chiqarilgan tomchilab sug'orish kapligimizni $50 dan qilib beramiz. Mana bu Xitoyda ishlab chiqarilgan kapling lentalarimizni bularni esa $20 dan qilib beramiz. Bu pachka narxi, hozir aytilib turgan. Pachka narxi. Bu Ali Baraka tomonidan ishlab chiqarayotgan yaqindagina biz o'zimiz eng oxirgi zamonaviy texnologiya tomchilab sug'orish stanogini olib kirdik. Bizani o'sha ko'p obunachilarimiz biladi. Oxirgi rusumdagi kapling lentalarni olib keldik. Buni ham xuddi shu razmerlari, dehqonlarimizga kerakli razmerlarda ham chiqarib beramiz. Ya'ni o'sha tekshiruvlarning orasini ham o'zgartirib beramiz. O'zlarining ehtiyojiga qarab. To'ppa-to'g'ri. O'shanga qarab. Zakaz yordamida qilinaveradi demak. Xuddi to'ppa-to'g'ri. O'shanga o'xshab o'zgartirib beramiz. Buni ham narxini $20 qilib beramiz. Bu ham $20. Obunachilarimizga, dehqonlarimizga beradigan bo'lsak, buni zavodda o'zini bir ma'lum bir sinovlari bo'ladi. Qanday sinovlardan o'tkazilyapti bu? Xo'p, biz kapelni ishlab chiqarayotgan jarayonda deyarli har bitta rolonida, или har ikkita rolonida biz o'zimiz alohida shuni tekshirish uchun alohida ishchi qo'yganmizki, обязательно Xitoydan shu stanogini ham olib kelamiz. Suvni davleniyasini tekshirib turadi. Suvni davleniyasini tekshiradi. Daji mana shu kapelni bir 5 metrgacha bo'lgan masofani suvni motor orqali suvni davleniyasi tekshiradi. 2-2,5 davleniyani bemalol ko'tarib bera oladi. Har bitta tomayotgan teshigidan tekshirib boradi. Har bitta. Agar mabodo tishuvlardan suv tommasa, sразу o'chiriladi. Sразу o'chiriladi va
bu yoqdan yig'ilgan kaplini, masalan 2-3 ta kaplini orqaga qaytarib, ularni tekshirib, to'liq millimetr holida keltirib, xuddi shu tarzda yana ish olib boriladi. Tushunarli. Demak, zavodda o'zida mukammal tekshiruvdan o'tadi. Mukammal tekshiradi. Tushunarli. Xo'p, endi mana soya setkalarimizga o'tadigan bo'lsak. Ha, soya setkalarimiz biza bu yoqda Turkiyada ishlab chiqarilgan soya setkalarimiz bor. Bularning qalinligi 55, 75, 85, 95 foizlarimiz bor. Endi bu yoqda hozirgi paytda endi showroom do'konimizdan ozgina remont qilyapti-dik. Hali to'laligicha yo'q. Ichkarida sklat ko'rsatamiz. Bu yoqda o'sha Turkiyada ishlab chiqarilgan, bular ham ko'pchilik xonadon uchun, issiqxona uchun ham olishadi. Ko'pchilik. Bu yoqda esa qora soya setkalarimiz asosan issiqxonada ishlab chiqarilgan. Bular O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Aynan shu issiqxonalar uchun mos o'lchamdagi razmerlarni ishlab chiqarganmiz. Ya'ni razmerlari qanaqa? 10 ga 30, 6 ga 50, 8 ga 37 yarim. Deyarli общий qilib aytganda, eni 6 metrdan 16 metrgacha bo'lgan o'lchamdagi soya setkalarimiz bor. Barcha razmer topish imkoni. Hamma razmerda bor. O'zbekistondan tashqari Xitoydan ham olib kelamiz. Xitoydan ham olib kelamiz. Bizda faqat nima desa bo'ladi? Faqat bitta yurtda mahsulotini sotmaymiz. Hamma odamlar har xil, o'zingiz bilasiz. Turkiyaniki bormi deydi, Xitoyniki bormi deydi, yoki o'zimizning O'zbekistonniki bormi deydi. Ko'p dehqonlarimizni o'sha aytgan bo'yicha talabada kelib chiqqan holatda olib keltiramiz. Mana bular masalan Xitoyda ishlab chiqarilgan mana shu rolon holatida bularning foizlari 55% deyiladi. Bularni 55% 75%larni olib keltiramiz. Endi qalinlarini olib kelsak, ko'chatlarga bilasiz, ko'chatlarga qoladi, to'g'ri. Uga ham quyosh teplitsalarga ortiqcha yorug'likni to'sib qo'yadigan bo'ladigan bo'lsangiz, ko'chatlar nimjon va o'suvchan bo'lib ketib qoladi. Bunda hosilga kirishi ham sekinlashib qoladi. Buni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Endi buni ko'pchilik haligi muammoga uchrab turgan joylari chekkalari so'kilib ketib qolishi. Ha, so'kilib ketib qolishi. To'g'ri. Qanaqa endi sizlarda bular? Hozir polni mabodo bizda olib borib rolon holatida ochilganda bu joylarda xuddi shu aytganimdek defekt chiqadigan joy bo'lsa, o'sha zahotiyo o'sha nomer yozib qoldirsangiz, o'sha zahotiyo nomerga telefon qilsangiz, shu zahotiyo muammolaringizni hal qilib beramiz. Ya'ni o'rin-go'rin alishtirib beriladi. O'rin-go'rin almashtirib beriladi. O'rin-go'rin alishtirib beriladi. Tushunarli. Xo'p, keyingi mahsulotimizga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, bular endi qish sezonlarida ko'pchilik ketadi, agrovolokno. Bizda bu yorug'lik o'tkazadi bu. Da, обязательно yorug'lik o'tkazadi, issiqlikni yaxshi ushlab turadi. Issiqlikni zo'r ishlaydi. Issiqlikni. Buni rangi qorasi ham bor, oqi ham bor. Rossiyada ishlab chiqarilgan, ya'ni Rossiyadan olib keltirganmiz. Bularning shu grammlari bor bo'ladi. 17 grammdan to 80 grammgacha. O'sha mijozlarimizdan talabiga mos ravishda olib keltirib qo'yganmiz. Xo'p, bu yoqda esa bular endi plyonkalar. Plyonkalar. Plyonkalar endi ichkarida ham ko'p. Hozirgi paytda biz Xitoyga ko'p talab bo'lgani uchun Xitoy davlatidan olib keltiryapmiz. Bizda hozir ikki xil variantimiz bor. Xitoy EVA deganimiz bor va yaqinigina biz xitoylik hamkasblarimiz bilan maslahatlashgan holatda mana shu O'zbekiston ob-havosiga, sharoitlariga mos ravishda shu chidamli, baquvvat, uzoq yil xizmat qiladigan bitta plyonkaga asos soldik. Ultraval, ya'ni buyuk devor nomli plyonkani ishlab chiqarilgan. Ultraval ham unaqasi inglizchasiga ham o'zbekchasiga ham shu Xitoyning buyuk devordek mustahkam bo'lgan plyonkasiga o'xshab buyuk devor plyonkasini ishlab chiqardik. Bunda ham xuddi shu rangi oqi ham bor. Shu mijozlarimizda ko'p endi mijozlar bilan maslahatlashib, sizga nima kerak, sizga nima kerak deymizda, menga oq kerak, qora qorasi kerak, ko'k kerak. Talabiga mos ravishda olib kelib qo'yamiz. Rangi oqi ham bor, ko'k ranglari ham bor. Shu o'lchamlari endi 8 metrdan 16 metrgacha deyarli hamma issiqxona uchun mos o'lchamdagi razmerlarni olib keltirib qo'yganmiz. Endi dehqonlarimizni uzoq yil ishlatishini sababi ham bu plyonkalar o'zi qalinligini hisobiga ham boshida Turkiya vatan plyonkalari chiqqan, qimmat chiqqan narx-navo. Imkon qadar bor budini yig'adi, o'zi bu yoqda dehqonchilikka ancha sarf qilib qo'ygan, urug'chilarga boshqa xuddi shunaqa. Plyonkaga bor budini yig'adi, imkon qadar o'rab shu 3 yil, 4 yil, 5 yil ishlatish imkoni bo'ladigan plyonkani xarid qilishga harakat qiladi. Xuddi shunaqa. Sezonni 1 yil, 2 yilga bu hozir dehqonlarimizni qoplamay qoladi. Og'irroq keladi. Chunki mana shu plyonkalarimizni demak hozir buyuk devorni plyonkasini oladigan bo'lsak, teplitsalarimiz ham devordek mustahkam, shamollarga bardoshli, ustida
choy ichgan videoyingiz bor edi, Ha, adashmasam. bor. Choy ichgan. Kadrga qo'yib ketamiz shuni. Обязательно Buni qo'yib bir beramiz. ko'rasizlar, maza qilasizlar. Ha, do'ppini kiyib sakrayman. Ota-bobolamiz aytishardi, do'ppini kiysang boshi yomon bo'ladi deb. Boshingiz omon bo'lsin. Doim plyonkani ustida o'tirib choy ichishga nima aytsam? Agar sifatida chiqib qolayotgan bo'lsangiz, sizlar ham kelinglar, birga sinab ko'ramiz. Ha, bir qavatni ustida o'tirib, shu mijozlarimizga qanaqa chidamliligini ko'rsatishimiz uchun bitta o'zingiz videosini Eksperiment ko'rasizlar, qilingan. eksperiment qilib ko'rilgan. Qiziqarli video, hozir ko'rib o'tasizlar buni. Hop, bu yoqda keyingisi o'sha Koreyada ishlab chiqarilgan plyonkalarimiz. Koreyskiy quyosh ko'pchilik brendini taniydi. Buni o'zi sifatini o'sha 15 yildan beri O'zbekiston hududida savdo sotuv olib borilmoqda. Koreyskiy plyonkalarimiz. Bularimiz zajim lenta mahsulotlarimiz. Ko'p dehqonlarimizga aytamiz, plyonka yopishdan oldin zajimni xos ko'rsatib o'taman. Zajim profillarimiz temir babram plyonkani ustida bo'ladi. Ya'ni tegida bo'ladi. Babram plyonka yopishtirib turadi. Bu issiqxonani ustiga plyonkani zashitasi. Ya'ni biz aytamiz, ko'pchilik mijozlarimizga aytamiz, plyonkani yopishdan oldin mana shu lentani qo'yib keting. Zajim taqib ketayotgan. Ustiga tagiga qo'yib keting deyiladi. Plyonkani himoya qilish uchun. Zajim profili O'zbekiston hududi bilasiz, yozda borgan sari kulli isi boryapti. Daji 45-50 gradusli bo'lyapti. Tuniki qizigan holatida plyonklarimiz o'sha zajim taqilgan joydan yirtilib ketib qoladi. Ana shu holat bo'lmasligi uchun mana shu zajim lentalarni olib keltirib qo'yganmiz. Обязательно bularni tavsiya berib qolamiz. Foydalanib ketishinglar. Narxiga to'xtalmayapmiz davomi. Meni yana so'kishadi-da bular. Narxlari xo'p, plyonkalarni aytib ketib qolamiz. Rulon holatida 1 kilosini mana shu bugungi kunni narximizda 33,5 so'mdan qilib beramiz. Xo'p, lentalarimizni bularni $17 o'sha 1000 metr rulonga holat. Ko'p dehqonlarimiz bir xillarda kamroq kerak deydi, ko'proq deydi. O'shanga qarab buni kichkina rulonlari ham bor, katta kichiklar ham bor, har xil o'lchamliklar bor. Bu demak rulon hisobida sotiladi. Ha, rulon. Kilo bas. Rulon hisobida sotiladi. O'sha rulon razmerlariga qarab narxnavolar o'rnab ketadi. 200 mingdan boshlab yuqoriga ko'tarilib ketaveradi. Tushunarli. Agar mabodo men aytayotgan narxlarim 33,5 so'mdan davomimiz. Agar ko'proq katta ob'yomda oladigan bo'lsalar, bir xil bilasiz, gektarli teplisalar bor. Katta bitta bilan yopishim kerak deshadi. Unaqalar bo'lsa, mana shu nomerimizga bizga aloqaga chiqsa, u narxdan ham o'tib beramiz. Yoki shu sohada tadbirkorlik qilayotgan turgan do'kon egalari. Ha. Ularga ham optim katta miqdorda olinganligi uchun ularga ham imkon qadar narx-navo. Dillerliklarga tavsiya berib qolamiz. Agar unaqalar ham keladigan bo'lsa, o'sha men aytayotgan narxlardan ham o'tib beramiz. Tushunarli. Xo'p, endi hozirgi kunda trendga aylanib turgan mahsulotimiz. Yashil lenta. Bu teplitsalarimizni ichiga oldin bilsangiz, sim tortilar edi. Xuddi shunaqa. 2li, 1li, 3li har xil sim tortilardi. U sim zanglaydi teplitsani namgarchiligi tufayli va zanglagan joydan plyonka tegib turgani hisobiga plyonkamizni o'sha joydan yirtilishiga sabab bo'ladi. Bu endi o'sha simni o'rnini bosuvchi lenta. Baquvvatligi zo'r ekan, buni men ko'rdim-da buni. O'zini maxsus tortqichi bor ekan. Har xil stiplerlari bor ekan. Umuman baquvvatligi zo'r ekan. Xuddi shunaqa. Shularni gapirib o'taylik endi. Yangiliklar. Xo'p, bular yashil lentalarimiz O'zbekiston hududida ishlab chiqariladi, ya'ni o'sha baklashka serosidan tayyorlanadi, juda baquvvat. Bir xil aytishadi, bu yozda suvlidan cho'zilib ketib qoladi. Buning bo'lmaydi, har doim mana shu simimni yopib deydi. Hozirgi paytda masalan Rossiyadan olib kelayotgan simlarimiz ham eng zo'rlari ham qimmatga olinadi. Vaqti kelib zanglab qoladi. Bundan ko'rasi buni olsa, plyonkani alishtirib yopish kungacha bemalol xizmat qiladi. Masalan, bizning o'sha Xitoy plyonklarimiz 4 yil, 5 yil xizmat qiladigan bo'lsa, ya'ni daji bizning mijozlarimiz tomonidan ham sinovdan o'tgan. Daji mana hozir 5-yil Xitoy plyonkamiz 5 yildan beri turayotganlar bor. Mana shu litrdan foydalanishgan. Bularning qalin yupqalari bor, Umijon aka. Razmerlari bor. 2 xil olib qo'yganmiz. Qalin yupqalari bor. Mana shu rulonning o'zida yupqasida 2000 metr chiqadi. Narxini aytib o'tib ketaman, 1 kilosi 14 ming so'mdan qilib beramiz. Arzon. Daji 1 kilosida necha metr bo'ladi endi bu? 1 kilosida qalinida 1400 metr bo'lsa, ana shuni aytaman.
65 metrli bo'ladi. 65 metr. 65 o'sha 60 metrdan 70 metrgacha bo'lgan oraliq masofada shunaqa 1 metrli. kilosini ichida. Buni hisobingizda olib chiqaraverasizlar endi. Xuddi shunaqa. Simdan arzon tushar ekan demak. Ha. Simdan ancha arzon tushadi. Aytgan narximdan o'tib ham beraman yana. Mana Umid.uz kanalining obunachilariga bu. Обязательно, sizni obunachilaringiz sizni nomingizdan kelib chiqsa, bo'ldi, gap o'tib beriladi. Salomat bo'linglar. Bu hozir necha kilo chiqyapti bittasi? Bitta roloni 19,5 kilo, 20 kilo, 21 kilo. Gidete aytganda 290 mingdan 300 ming atroflarida bo'ladi bitta rolon. Bitta rolon. Tushunarli. Xo'p. Keyingi mahsulotlarimiz. Xo'p, keyingi mahsulotlarimiz bu yoqda zajin mahsulotlarimiz. Ha aytgancha biza mana buni aytib o'tib ketib qolaman. Biza Umidjonaga, biz dehqonlarimiz uchun Yangilik qilinadi yana? yangi narsa ishlab chiqaramiz. Latoy. Latok. Ham zajimi o'zi bilan. Zajim o'zi bilan. Qaranglar, yangilikdi. Ali Baraka tomonidan ishlab chiqarayotgan qalinligi 0.6 bo'ladi, zanglamaydigan yo'lda. Xohlagan grasda ochiladi, yopiladi. Zajim o'zi bilan. Sotilayotganda zajim profillar, zigzag simini olsa bo'ldi. Zigzaglari. Uni ham qo'shib beriladi. U ham qo'shiladimi? U ham ichida. Ana qarang. 1 metr, o'sha 1 metrga o'sha ikki yog'iga qo'shib beriladi. Qalinligi 0.4, o'sha qalinligi 0.6, uzunasi 4 metrdan ishlab chiqaramiz va o'sha mijozlarimiz shu o'zidagi xohlagan o'lchamdagi ham, uzunlikda ham ishlab chiqaramiz. Istana ko'zimizda. Buni tushundilaringiz, xudo xolasa bu teplitsa bilan shug'ullanadigan ular o'zi biladi. Konteyner material yoki tomga yopadigan ana tunukalardan tayyorlab, qo'shimcha zajim qatirib, ortiqcha mehnat qilishda endi hojat yo'q. Hammasi uchtasi birda Trivadno kofe ichgansizlar, xuddi shundan ekan bu ham. Ha, xuddi shunaqa. Trivadno ekan bu ham. Ha, xuddi shunday. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, bugungi narximizda 1 metri 54 ming so'mdan chiqyapti. 1 metr 54 ming so'm. Ichidagi zigzag provolka simlari bilan. Bu degani mana shu simimiz bilan. Ko'pchilik biladi, bu simimizni ikkita chetda xoli deyshadi ko'pchilik. Bu endi hamma tanigan, hamma bilgan eng masalan o'rta simimiz deymiz biz. Mana shu sim bilan qo'shib beriladi. Eng yaxshi sim bilan qo'shib beriladi. Eng yaxshi bilan sim qo'shib berilganda ikki yoqqa qo'shiladi, 1 metr 54 mingdan ishlab chiqadi. O'sha 54 ming so'mdan bo'ladi. Ko'proq olganlarga yana undan o'tib beriladi. O'sha ko'proq olganlarning narxida Umid.uz kanaliga ham tushib beriladi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Xuddi shunday. Xo'p, keyingi mahsulotlarimizga o'tamiz. Umidjonaga bizani showroom do'konimiz bizda. Bu yerda asosan o'sha aksessuarlar sotiladi. Общий aksessuarlar Juda sotiladi. jihozlar ko'p ekan bu yerda. Ha, xuddi shunday. O'sha aytganimdek, bilasiz, tomchilar sug'orish bo'yicha har xil gazollar ham bor. Har xil turkumdagi o'sha ko'chatlar bor. Masalan, o'sha gazon, pomidor, bodring, ularga masalan boshqacha tomchilar sug'orishga kerak, shu gazolga boshqacha kerak. Bu yerda sprinklerlar bor. Sprinklerlar ko'pchilik gazol uchun foydalanadi. Turkiyadan olib keltiramiz. Даже mana shu kichkina razmerdan o'sha katta razmergacha har xil razmerlarni olib keltirib qo'yamiz. 10 metrdan 15-20 metrgacha radiuslargacha ham bemalol sug'arib bera oladi. Bu o'zi avtomat aylanib turadi bular. Обязательно avtomat aylanib turadi. Ana shu suv davleniyasi bo'lganda, davleniyasiga, davleniyasi bo'lganda avtomatik aylanib sug'arib beradi. Aylanib sug'arib beradi. Tushunarli. Buni videolarini kadrga qo'yib o'tamiz, tushuncha bo'lishi uchun. Xo'p. Nimalar bor bu yerda? Ko'rib turganimizdek, menimcha filtrlar bular. Ha, bular filtrlar. Tomchilar sug'orish sistemasini o'rnatayotganda обязательно men tavsiya berib qolaman, filtrni qo'yinglar. Chunki kappelning lentalarimiz o'zi bir sezon deb aytilgan. O'sha zavoddan chiqayotgandan bir sezon deb aytiladi. Bir xil mijozlarimiz shunaqangi keladiki, sani kappelniging zo'r ekan, menga 2 sezon ham bo'ldi deydi. Bir xil keladi, "Aka, 1 sezonga ham yetmadi" deydi. Yetmaganlar uchun nimaga? Filtrni qo'ymagan. Yerlardan sug'oryapti, shu nasos tashiganda loyqalanib, tishulari baribir ham tiqilib qoladi. O'shaning uchun tishular tiqilib qolmasligi uchun shu qum zarrachalardan, loyqalangan suvlardan o'sha ushlab qolish uchun mana shu filtrlardan tavsiya berib qolishlarini aytib o'taman. Bizda o'sha kichkina filtrlarimizdan bor. Kichkina sotuvdan boshlab, o'sha 1 sotuvdan boshlab gektargacha bo'lgan filtrlarimiz bor. Masalan, mana bu filtrlarimizni soatiga 6 tonna suv o'tkazadi. Soatiga 6 tonna suv o'tkazadi. 6 tonnadan 100 tonnagacha o'tkazadigan suv filtrlarimiz bor. Ichidagi filtrlari tozalab, yuvish imkoniyatlari bormi? Bor, обязательно. Mana razviy bo'ladimi? Yo'q. Masalan, bitta donasini ochib ko'rsatadigan bo'lsam, ichi diskli bo'ladi.
ko'pchilik уже tanidi, bildi уже. Ko'pchilik bundan foydalanishadi. Mana shu suv qattiq ezilib turadi, prujinasi bor buning ichida, qattiq ezilib turadi. Ana shu suv kiradi, mana shu ezilib turgan, qattiq siqilib turgan orasidan suvlar filtrlar bo'ladi. Bu yerda shu misollar qolib ketadi. Hamma filtrlarimizdan ishlari xuddi shu. Shu. To'lib qoladigan bo'lsa, bo'shatiladi, bo'shadi, bu ham chiqib ketadi. Bemalol o'sha yuvib, tozalab, yana joyiga tiqib foydalansa bo'ladi. Demak, ko'p yillab foydalanish imkoniyati bor. Albatta, to'ppa-to'g'ri. Xuddi shunday. Xo'p. Bu yerda atvodlarimiz, endi ruschada atvod deyiladi, chiqanoq. Ha, Chiqanoqmi? ha, atvodlarimiz. Bular bizada 25 diametrdan 75 diametrgacha o'lchamdagi shu aksessuarlarimiz bor. Bu yerda o'sha atvod, trayniy, zaglushka, shu magistral trubalarni yo'naltirish uchun mo'ljallangан. uchun. Bu yerga dazmol shart emas, bu o'zi avtomat O'zi avtomatik tiqib ketiladi. Ichida ketilaveradi. salnigi bo'ladi. O'zi avtomatik tiqib, keyinchalik masalan yerlarni shu ko'chat holatlarini, arilarni o'zgartirgan holatda buni o'zi o'sha yechib turib, o'ziga to'g'rilab ketaversa bo'ladi. Mana shu narsa bilan yana to'g'rilab o'tib ketilaveradi. To'ppa-to'g'ri. Tushunarli. Buni ichida demak salni bor. O'sha polietilen turbamizga shunday qo'yib, xohlagan tomoningizga burib ketish imkoni bor. Bunga elektr energiya olib kelib dazmol olsak, buni ular yama degan narsalar ortda qoldi bularda oldi. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, bu yo'llarimizda dori apparatlarimiz bor, Xitoydan keltirilgan. Mana shu dori apparatlarimiz tok tishlikda orqasiga taqib oladi. O'sha suvni 20 litrlik taqib olib dorilar chiqib qo'yadi. Bitta donasi zaryadi 1 gektarga o'sha bitta to'lgan zaryadda bemalol yetadi. 1 gektarda sepib chiqib ketish imkoniyati bor. Shu zaryadgacha ham chiqadi. Xo'p, bu yerda esa mana bu narsalarimiz boya aytganingizdek, yashil lentani siqib, taqib, bu yerda shu anaqalari bor, mana. Tortqisi bo'lsa kerak. Xuddi to'ppa-to'g'ri, boya aytganingizdek. Tortib, shu narsalargacha olib qo'yamiz. Libiyotkadirmidi, nimadirdi buni? O'shanaqa O'shanga o'xshash narsa ishlaydi. O'sha lentani tortib, o'shanda foydalaniladi. Tushunarli. Bu qanaqa bu narx-navosi buni? Xo'p, mana shu bilan komplekt qo'shilganda 1 milliondan 1,5 milliongacha bo'lgan atroflarda bo'ladi. Bu bir xil emas, ikki xil, uch xillarni olib kelib qo'yamiz. Komplektini sotiladi. Tushunarli. Uzum ishqibozlari bu yerda mana narsa ham bor ekan. Buni ham ko'rsatib o'tib ketay. Ha. Uzumlarni shoxini baylaydigan apparat bu ham. Ha, bu ham qulaylik. Lentalari ham o'shancha ekan mana. Lentalar ham seroq. Xuddi shunaqa. Ularni olib keltirib qo'yamiz. Chunki bizning obunachilarimiz ko'p uzumchilik bilan ham shug'ullanishadi. Bu yerda yana ko'rgazmalik jihozlarimiz bor ekan. Ha, to'g'ri. Bu yerda Koreyada ishlab chiqarilgan issiqxonani forchkalarini ochib yopish uchun mo'ljallangan. Albatta. Ko'pchilik buni biladi. Buni motorchiliklari ham bor, ruchnoyligi ham bor. Mana bular motorchiliklar, bular ham Xitoyda ishlab chiqarilgan. Mana shu pastiga qo'yib qo'yiladi. Bu sekin ochadi. O'ta sekin ochadi. Bu endi talga o'xshab zanjirli ekan. Zanjirini tortib ko'rsatib berish mumkin. Hop, bu issiqxonani tepa forchkasi uchun mo'ljallangan. O'zingiz bilasiz, tepa forchkada juda baland bo'ladi. Tepaga chiqib, pastga tushib o'tirishmaydi. Buning bitta zo'r qulay tarafi bor. Mana. Qulay tarafi bor. Issiqxona forchka turbalari mana bu joyga qotiriladi. Mana bu tarafdan qotiriladi. Keyin forchkasini yarimgacha ochib qo'yaman deyshadi-da. Yarimgacha ochib qo'ysa bo'ladi. O'zini stoperi bor, bo'ldi, qotdi bu. Yurmaydi bu. Orqaga qaytib ketib qolmaydi. Orqaga qaytib ketib qolmaydi. Xuddi shu. Xuddi shunaqa bo'ladi. Bu o'sha Koreya tomonidan ishlab chiqarilgan libyotka deyishadi. Narx-navo. Xo'p. Narxiga keladigan bo'lsa, o'sha $36 beramiz. $36. $36 beramiz. Bu narx-navolarimiz aziz obunachilar, bugun 15-mart bo'ladigan bo'lsa, bugungi narxlar. Admali akamiz aytib o'tyapti, bu narxlar o'zgaruvchan, balkim arzonlashib ham qolishi mumkin, ko'tarilib ketishi ham mumkin. Shuning uchun imkon qadar videoda tagida turgan chisloga, sanaga qaragan holatda ma'lumot olishlaringiz mumkin bo'ladi. Chunki bu videolarimizni 1 yildan keyin ham ko'radiganlar bo'ladi-da. Albatta. Shuning uchun bu ma'lumotni berib o'tishimiz kerak. 1 yil, 2 yildan keyin ham sizni nomingiz yetib chiqsa, o'tib beriladi. Salomat bo'ling, rahmat. Xuddi shu. Xo'p, yana nimalarimiz bor? Bu yerda kattadon motorchikimiz bor. O'sha qish mavsumida
ko'rpa motor bo'lishi, ko'rpa qo'yishadi. O'sha suvdan saqlab qolish uchun ko'rpalar. Ana shu ko'rpalarni ochib yopish uchun o'z bilasiz, ko'rpa og'ir bo'ladi, gektarlarda katta. Ana shu ko'rpalarni ochib yopish uchun mo'ljallangan. Xitoyda ishlab chiqarilgan 380 volt ishlaydi. Tokkini расходi 0,75 kW. Charxlari bu zapaskami bular? Bular zapaskalar bular. Zapasning charxlari bor ekan. Ichida moylari bo'ladi. Tushunarli. Buni ham o'sha katta teplitsa bilan shug'ullanadigan akalarimiz o'zlari biladi. O'sha ko'rpa deyilgani sovuqdan saqlash uchun og'irroq narsalar tashaladi tepasiga. O'shalarni ochib yopish uchun og'irroq, endi og'ir narsaga og'ir narsa ishlaydi. Mana unaqa narsalar unchalik effekt bermaydi. Bu faqat fortichkalarni ochgani xolos. To'ppadir, xuddi shunaqa. Yaxshi. Xo'p, bu yoqda esa o'sha kapelniyni Kapelniyda endi barcha zapchaslari bor ekan bu yerda. barcha zapchaslari. Daraxtlarni sug'orish uchun tomchilarimiz ham bor. Ana. Daraxtlarni soatiga 2 litr, 4 litr sug'oradiganlar bor. Bu yoqda o'sha kapelniyni shlankalarni ham o'sha ato trayni yo'naltiradigan narsalari bor. Kapelniyni bu yoqda krayniklari, har xil turdagi krayniklari bor. Endi bizani bu aksessuarlarimizni pashti 100 dan oshiq aksessuarlarimizni hammasini aytib o'tadigan bo'lsak, vaqt ko'p ketib qoladi. Ko'p o'tib ketadi. Vaqt o'tib ketib qoladi. Hamma narsalarimiz bor bizda. Mana shu narsaga qiziqib qoldim-da. Xo'p, Bu nima uchun bu? kalsiy bu o'sha pomidorni tanasini qistirish uchun. Ana, men o'shanaqa deb o'yladim. Men yana kapelniyda biror joyga ishlaydimikan deb hayron bo'lib turgan joyim. Yo. Bu ip baylash hojati yo'q. Mana shu pomidorni tanasini ipga o'tkazib qo'yadigan narsa ekan mana. Xuddi shunaqa. Qoyil. Kalsiy. Yildan yilga rivojlanish yaxshi bo'lib, dehqonlarimizda ham ish unumdorliklari oshib, qulayliklari ham ko'payib boryapti. O'sha ish kuchini kamaytirib va mana bunaqangi texnologiya narsalari o'zi ish olib boriladi. Albatta, Xuddi shu. Xo'p, bu tomonga o'tadigan bo'lsak, Xo'p, bu yoqda o'tadigan bo'lsak, bu yoqda shu zajim profillarimizni har xillarini kestirib bu yoqqa qo'yamiz. ko'rgazmalik burchagimiz ekan, ya'ni do'kon ichida ko'rgazma burchagi. Xuddi shunaqa. Zajimlarimizni Ali Baraka tomonidan ishlab chiqarilgan zajimlar qoliplari bizda hozirgi paytda 4 xillari bor. Qalinligi 0,4, qalinligi 0,4, 0,45, 0,5. Hozirgi paytda uzunasi 2 metr, 4 metrdan ishlab chiqaryapmiz va mijozlarimizga kerakli o'lchamdagi, uzunlikda kerakli o'lchamdagini razmerlarni ham ishlab chiqaveramiz. Chunki bu Ali Baraka tomonidan ishlab chiqarayotgan zajim profillar. Toza atsinkovka materialdan ishlab chiqariladi. Zanglamas metal. Xuddi shunaqa. Mana o'sha Ali Barakani o'zi ishlab chiqarayotgan kapelniy shlanglarimiz ham ochilgan holatlari mana. Xuddi shunaqa ochilgan holatlari. Va bitta montaj qilingan joylar ham bor ekan mana. Qisqacha, Qisqacha har xil turdagi nimalar bor ekan mana. Jihozlar qo'llangan ekan bu yerda. Xo'p, bu yerda qisqacha tez o'tib ketib qolaman. Daraxtlarni sug'orish uchun tomchi deyshadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Bir-biriga ulaydigan saydinliklar, krayniklar Turkiyada ishlab chiqarilgan. Xo'p, bular tumankalar, o'sha teplitsaning ichida tepadan mikroklimat qilib beradigan nimalar bular. To'ppa-to'g'ri, xuddi shunaqa. Bular ham Turkiyada ishlab chiqarilgan, osilib turish uchun. Bu nimaga osilib turish uchun deyshadi? Bir xillarni teplitsasi o'sha pastroq bo'ladi. Simdan tortgandan keyin, suv sepgandan keyin plyonka ham tegishi mumkin. O'shaning temasligi uchun osilib turish uchun mana shu tumankadan ko'pchilik foydalanishadi. Dajdivalkalar ham bor. Bu dajdivalkalar o'sha yomg'irlatib sug'orib beradi. Bular yomg'irlatib sug'orib beradi, xuddi shunaqa. Sizni qulayliklaringiz uchun o'ylab topilgan jihozlar ekan bu yerda. Va o'sha tanlovlarimizni hali ko'rsatib o'tdik mana. Ikkala tomoni zajim, ichida zajim simlari bilan birgalikda. Xuddi shunaqa. Yaqindagina biza Minivata mahsulotini olib keldik. Boya o'sha birinchi ventilator oldirib katta turdi. Mana shu Minivata mahsulotlari bo'ladi. Bu Rossiyada ishlab chiqarilgan, Rossiyada yaqinda olib kelganmiz. Minivata o'sha mana ko'rganinglardek, odamlar ko'rib o'zi qiladi. Bular urug'chilik uchun, ko'chatchilik uchun, o'sha yana poni tanalarni yetirish uchun mo'ljallangan. Urug'i mana shu joyga qo'yiladi va pauk orqali sug'oriladi. Sug'oriladi, mana shunday holatga qo'yib qo'yiladi. Bu ana shu urug'idan chiqayotgan ildizlar avtomatik pastga o'tib ketadi. Pastga o'tib ketadi. Bu hozirgi paytda o'sha ko'pchilik ko'chatchilik uchun mo'ljallangan. Hozirgi paytda atirgulchilik ichida juda mashhur. Atirgulchilar hozir foydalanishyapti. Atirgulchilar ham foydalanishyapti. Bularda nimaga mo'ljallangan?
pomidor, bodring va shunga o'xshagan turli xildagi ko'chatlar uchun mo'ljallangan. Tushunarli. Buni o'zi ishlatib ko'rganlar buni biladi, buni effektini, foydasini. Demak, Bizda yengillik bo'lyapti, O'zbekiston hududida yengillik bo'lyapti. yangilik kirib kelyapti, bemalol olib imkoniyati bor shu narsalar foydalanish. Substratdan ancha foydali. Keyin buni o'sha har xil o'lchamdagi xolisliklar o'sha dumaloq holatida ham bor, xolisliklar to'rtburchak holatida ham bor. O'sha aytganimizdek, o'sha bizga qo'ng'iroq qilsa, Umijonaga buni 12 xili bor. 12 xili bor. 12 xilini har bittasini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, ko'p vaqt ketadi. Har xil ko'chatlar uchun mo'ljallangan. Siz masalan nima ko'chat yetishtirasiz deb savol berilganda shu aytsa, biz shunga qarab tavsiya berib ketamiz. Biz bir xilni olib kelmaymiz. Ko'p har xil turdagi ko'chatlar uchun olib kelib qo'yamiz. Har xil turdagi. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu tunikalarimiz boya aytib o'tganimdek, axlajeniyaning gofrasini, polniy o'sha yog'larning atroflarini qoplovchi. Qoplovchi material hisobida. Materiallarimiz toza achinkovkadan tayyorlanadi. Masalan, gofralarning yo'llari, tagi, latogi, xuddi shu suv tushib turadigan, oqib turadigan joylari hammasi ham biz o'zimiz Ali Baraka tomonidan yasab yetkazib beriladi mijozlarimizga. Tushunarli. Xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, bu yoqda o'sha ventilyatorlarimiz bor. Aytgancha, bizani ventilyator zapchastlarimiz ham bor. Masalan, ventilyatorlarimiz har xil vaziyatlar bo'lib qoladi. Bir xil ishchilar sal qo'pol ishlab qo'yganda qaysidir ham parrelari sinib ketib qolishi mumkin. O'shanda ham mana shu ventilyator motorchiklarimiz, parrelarimizni olib kelib qo'yamiz. Parrelarning ham har xil turlari bor. Ya'ni bizani ventilyatorlarimizdan zapchastlari bor. Aytganda servis sentri ham bor degan. Xuddi shu. Mana bu o'sha gofrani o'zimiz yasab qo'yamiz. Xuddi shu holatda. Ko'rgazmali tarazi bu mana. Xuddi atroflari ramka qilingan, tagida suv to'planadigan latogi va suvni chiqish uchun joylari. Ichida turba bo'ladi. Mana shu turbasi teshiladi. Shu teshuvlardan tepasidan teshib oqib, pastga tushib, latok uchadi. Bu esa bochkaga tushadi. Bochkada motor, ya'ni sirkulyatsiya bo'ladi. Qayta ishlayveradi. To'ppa-to'g'ri, xuddi shunaqa. Tushunarli. Bu yerda o'sha isitish tizimi, radiatorlarimiz, har xil o'lchamdagi isitish tizimlarimiz bor va yana yengillik qilganmiz. Bu yilgi qishda juda o'zimiz kam ma'lumot berdik. Ko'pchilik dehqonlarimiz rosa talabga mos bo'ldi. To'xona, katta zavodlarga ham mo'ljallangan elektron isitish tizimi. Ya'ni tokli. Bu havo orqali ekan. Tokka tiqiladi, spiral orqali isitib beriladi. 3 soat uchun mo'ljallangan. Xo'p, mana shu joydagi narx-navolarni aytsak, bu oddiy ventilyatorlarimiz, ya'ni axlajeniya uchun va isitish ventilyatorlarimiz, radiatorlarimiz. Xo'p, ventilyatorlarimiz $100 dan boshlanadi narxlari. O'sha o'lcham yaxshilab ko'tarilib keturadi. 220 si ham, 380 ni ham hamma razmerdagi o'lchamdagi ventilyatorlarimiz bor. O'sha $100 dan boshlab tepaga ko'tarilib keturadi. $160-170 gacha ko'tarilib keturadi. Va o'sha undan ham o'tib beriladi. Xo'p, motorlarimiz zapchaslari o'sha $85 dan bu yoqqa ko'tarilib keturadi. O'sha o'zini o'sha o'lchamdagi motoriga qarab. Xo'p, bu yoqda o'sha zapchaslari ham bor. Ular ham xuddi shu holatidan boshlab, holatidan o'lchamdan kelib chiqib 100 mingdan boshlab ko'tarilib keturadi va radiatorlarimiz bitta donasi $85 dan, yo'q, yana yuqori ko'tarilib keturadi. $85 dan o'sha 95, 100 har xil aytganimda har xil turgumdagi radiatorlarni olib kelib qo'yamiz. Ya'ni o'sha keyingi yilgi bizning planlarimiz o'sha kelayotgan qishlarda bir xil emas, ikki xil emas, 4 xil, 5 xil radiatorlar olib kelib qo'yamiz. Xo'p, buni elektr energiya sarflash xarajatlari qana bo'lyapti? Xo'p, tokini rasxoti 100 vatt. 100 vattli. Bir donasi. Bu degani ko'pchilik biladi, bitta dona shu lampochkani tokini rasxotini qiladigan. Taymerlari bor ekan, gradus sezuvchan nimalari bor ekan mana. Buni yana bitta qulaylik taraflari Umijonaga o'zini ichida zapchastlar chiqadi. Radiator krayniylari, shlankalari va qolgan bir-biriga ulaydigan perixatning zapchastlarigacha birga komplekt qo'shib beramiz. Ya'ni buni olgandan keyin bunga ulashim kerak, hazasiniga bor, shlanka olib kel, bunga tushadigan masalan mitto'yini olib kelgandan keyin hazasining mintari chiqmaydi bir xillarda. Bozorga turish, o'tdan yig'ib degan asli yo'q. Shu yerda o'zida hamma narsa bitib ketadi. Ma'lumot o'rnida bir narsani aytib o'taylik, bu o'sha отоплениyaga, turbasiga ulanadi mana. Ha. To'ppa-to'g'ri, отопление turbasiga ko'rsatib o'taylik mana shuni mana. Obunachilar qiziq bo'lsa, mana. Kirish chiqish.
bu yerda o'sha отоплениядagi suvni havo tarkibiga isitib chiqarib beradigan texnika desak bo'laveradi. Bular kotyolga ulanadi. Shu Kotyoldan kotyolni pardacha suviga. apparatga ulanadi. Bunga kelayotgan suv, issiq suv 80 gradusdan past bo'lishi kerak emas. Xuddi shu ma'lumot. O'shanda effekti yaxshi bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, xuddi shunaqa. Tushunarli. Xo'p, bu yog'ida hosil uchun ip Turkiya tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu ipimiz dorilangan. Ya'ni qanaqa? 2 yil xizmat qiladi. Masalan, ko'chatli bir xilli 1 yildan keyin olib tashlaydigan bo'lsa, u eski ko'chatning kasali bunga yuqmaydi. Keyingi yangi olayotgan hosil ko'chatlarga ham foydalansa bo'ladi. Masalan, keyingi ko'chatlarning kasali bunga yuqib qolmaydi. Demak, kasalliklarga qarshi dorilangan. Dorilangan, ham chirimaslik uchun dorilangan. Turkiyadan ishlab chiqarilgan Filip novlar. Fil. O'zi filni rasmini ham olib qo'yishibdi mana. Mana shuni o'zi 1800 metr chiqadi. 1800 metr. 1800 metr. 800 metr. 800 metr. Почти 2000 metrga yaqin. Xuddi shunaqa. Narx-navoz. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsa, 41600 so'mdan chiqaramiz. Mana shuni o'zi. 600. Xo'p, bu yerda skochlarimiz maxsus Koreya davlatida ishlab chiqarilgan. Bizani o'zimizning plyonkalarimizni bir xil yopayotganda qo'pollar bo'ladi. Ozgina o't betlari yirtilib ketib qolgan joylar bo'ladi. Qattiq shamol kelgandan keyin u yertu katta bo'lib ketib qoladi. Ana shu uchun mo'ljallangan skoch. Bu skoch yopishtirilgandan keyin quyosh ko'rsa plyonkani o'ziga singib ketadi. Shunaqa xususiyatga ega. Birikib ketadi plyonka bilan. Ha, birikib ketadi. Gaji skochlagan joyingizni ham topolmaysiz. Ana qarang. Xuddi shunaqa. Qarang, yangiliklarni, zo'rlarini qarang. Bundan foydalansangiz bo'ldi. Bitta rona skochlingiz plyonkangizni alishtirgunizgacha turib bera oladi. Tushunarli. O'zimizda o'sha oddiy skochlarimizni aytib o'tyapmiz, o'sha orasiga chang yoki suv kirib qoladigan bo'lsa, xususiyatini yo'qotadi-da, yana chiqib ketib qoladi. Bu demak bunaqa bas. U skochlar ham masalan ko'pchilik boshqalar ham foydalanadi, boshqalar ham ishlab chiqaradi global skochlarni. U skoch undan ko'ra boshqa narsada, boshqa maqsadda foydalangan yaxshi. Albatta. Uni maqsadi boshqa. Ha, uni maqsadi boshqa. Endi ularni yomonlab ketmaydi-da. Albatta, albatta. Bu yerda o'sha aytganimdek ventilyator zapchaslari va kasseta har xil tur, har xil o'lchamdagi kassetalarimiz bor. 48 talikdan 255 talikgacha bor. Narxlari 6000, 6500 mingdan boshlab yuqoriga ketadi. Bu bir donasini narxi. Bir donasi narx. Qalin materiallar ishlab chiqarilgan ekan. Mana. Yaxshi. Tagida teshiklari bor. Bularimiz keladigan bo'lsa, bular hasharot setkasi. Xitoy tarafdan ishlab chiqarilgan. O'sha forchkalar uchun mo'ljallangan. Forchkalar qo'yib beriladi. Albatta. Kichkina zarrachali hasharotlar ham kirolmaydi. Bundan kirolmaydi. Shunaqa. Hashaxona o'zbekchasi. Ha, xuddi shunaqa. Demak, Abdumalik aka, sizlarga murojaat qilgan dehqonlarimiz barcha narsalarini shu yerdan kam-kosini bitirish imkoni bor. Ha, to'ppa-to'g'ri, xuddi shunaqa. Demak, aziz obunachilar, mana issiqxona yo'nalishida shug'ullanadigan yoki mana o'sha fermer xo'jaligi bor, parrandachilik bilan shug'ullanadigan fermer akalarimizga ham tavsiya qilishimiz mumkin. Bu yerda o'sha har xil turdagi jihozlarni topish imkoniyatlari bor va Mytos kanalidanman deb chiqadigan bo'lsangiz, chegirma narxlarda qilib berishadi. Abdumalik aka, sizga ham kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Sizga ham Bizneslarga rivoj bersin. Inshaalloh, Obunachilarimizni qo'ldan kelgancha mana telefonlariga javob berib, albatta. ularni o'sha ehtiyojlaridan kelib chiqib mahsulotlarimizni chiroyli yetkazib berish imkoniyatlarini qilib berasiz. Albatta, albatta. Shu aytganimdek, shu yana ta'kidlab o'tib ketaman. Aynan sizni nomingizdan chiqsa, men sizni anchadan beri men sizni kuzatib boraman. To'g'risi, qattiq hurmat qilaman sizni. Salomat bo'ling. O'sha obunachilaringizdan, sizni obunachilaringizdan chiqqan mijozlarga o'sha chiroyli narxlarda chegirma egalari qilib beramiz. Aynan. Salomat bo'ling, rahmat. Aziz obunachilar, bemalol issiqxona egalari yoki mana shu sohada shug'ullanib turgan biznes egalari hamkorlikka chaqirib qolamiz sizlarni. Video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, videomizga like bosish esdan chiqmasdan kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'ling.